Yangilikni bombasi. Bugungi videomiz qahramoni azizlar Cherry Tiggo 8 gibrid avtomobili bo'ladi. Bu yangicha versiyasi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xarakteristikasi qanaqa, rasxodi qancha, barchasini bilib olasiz. Cherry sergilidamiz do'stlar. Do'stlar, avvalambor barchangizga assalomu alaykum. Mana shu Ro'za Ramazon ulug' oyimiz kelyapti. Barchaga kamida mana shunaqasidan nasibsin deb qolamiz. Kommentariyada o'z fikrimizni qoldiramiz. Hamma yaxshi niyat qilsin, Allohga oson, Xudo xolasa mana shu oyda bitta hammamizga yetkazsin deb qolamiz. Like'larni bosib qo'yamiz. Qani bo'lmasa boshladik obzorimizni. Bu mashinamizni to'liq ma'lumotlarini bizga har doimgidek Begzod akamiz. Assalomu alaykum. Qani, yaxshimisiz? Kelayotgan Ro'za Ramazon oyi bilan. Rahmat, o'zinglarni ham. Qani, kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar yaxshi. Yangilik zo'r-ku. Yangilik zo'r, ha. Bizda ham gibrid model paydo bo'ldi. Ya'ni buni benzinoviy variantlari bor edi bu tarafimizda. Xo'p, do'stlar, xohlasangiz mana benzinoviy variantlarimizdan ham bor. Bugungi ma'lumotimiz mana Tiggo 8 gibrid haqida bo'ladi. To'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'p, tashqi ko'rinishlari bir xil, shundaymi? Tashqi ko'rinishida o'zgarish bor. Ozgina oblitsovka, fara, tumankalari nisbatan o'zgarib, yangilangan dizaynda chiqqan. Ancha chiroyliroq, optikaviy formada bo'lgan. Diskalari dizayni o'zgargan, ходовой часть kuchaytirilgan. Ves og'irlashganning hisobi. Ya'ni usulini qilingan. Usulini qilingan. Ruchkalari o'zgargan, o'sha boshqacha chiqargan. Xuddi elektromobillarga o'xshab. Ichi to'liq o'zgargan. Salonni qarang do'stlar. Polniy look, panorama. Mana bu oldi dizayniga e'tibor bering. Katta monitor. Qani endi buni qisqacha ma'lumotlarga o'tamiz. Birinchi tashqi ko'rinishini ko'raylik. Hammaga qiziq albatta, ichi ham, hamma tarafi haqiqatan dizaynni boplabsizlar lekin. Do'stlar, bitta baho beramiz. 1 dan 10 gacha, конечно. Kommentarda yozib qoldiramiz. Xo'p, orqa ko'rinishlari, orqa ko'rinishi nisbatan bir xil qolgan. O'sha 7 talik, faqat ichi materiali o'zgargan. Böyle zamsh sifat material ishlatilgan. Bu safar o'zini zaryadkalari chiqadi. O'sha orqada 3 o'rindiqlar ham bor, ochsak. Mana. Do'stlar, mana oilaviga zo'r variant. Bu zashnigimiz bor, ha? Zashnig qisab qoladiganmi? Ha, bor. Ana. Bundan bor. Ancha o'zgargan bilan texnologiyasi ekonomishni bo'lgan, gibrid rejim qo'shilgani uchun o'sha batareya bilan generator rasxodi 4.9 litr. 4.9 litr. Общий ot kuchi 347 litr. O'sha ikkalasini motor bilan elektromotori qo'shganda 0 dan 100 gacha 8 sekundda chiqadi. Rosa tez bo'lgan. Даже nima deydi, skorosti ham tezlashibdi. Skorosti ham tezlashgan. Tushunarli do'stlar, mana oldi ko'rinishlari haqiqatan boshqacha qilinibdi. 360 bor, ha? 360 gradus kamera, ADAS безопасность sistemasi, avtotarmojeniya, слепой zona, полоса удержания, adaptivniy cruise control. O'sha airbaglar soni 9 ta, haligacha xavfsizligi yuqori. Bu degani juda ham безопасность. Mashina uzunligiga keladigan bo'lsak, anchagina uzun. Sababi 7 kishilik juda ham uzun, ya'ni oilaviga juda ham mos. Mana orqa ko'rinishlar, dizaynlar Mercedes ham eslatib yuboradimi? Xo'p, do'stlar, endi salon qismiga o'tamiz. Ощущенияni aytib beraman. Xo'p, sразу mana обшивкаларga e'tibor beryapman. Даже orqa, oldi bir xil materialdan ekonom qilishmagan. Sidinalar ham nima bu? Sidina juda ham mягкий, yoqimli material ekan. Zamshli qilingan, juda ham mягкий, успокаивающий, orcha detali yo'q. Ichi полностью mana o'zgargan, monitorlarimiz o'zgargan. Hamma katta monitor holida отдельный chiqib turishini. Mana yangilangan dizaynda shunaqa monitor qilganmiz. Tablo отдельный joylashgan. Do'stlar, qaysi mashinalarda eslatib o'ryapti? Monitor, displey, kommentariyada fikrimizni qoldiramiz. Ko'p mashinalarga o'xshab ketyapti. Orqalarda ham даже mana sidena, podogrev, obduv hammasi bor ekan. Hammasi bor. Bari ichi ham isitilan sovutiladi. Rejim vaziyatlari ko'p bo'ladi. O'zi sport ekonom eko rejimda faqatgina tokda yoki gibrid rejimda yurishligi mumkin. Gibrid rejimga qo'yganda mashinaning o'zi motori yo yoqadi, yo uni generator ishlatish uchun ishlatadi yoki просто zaryadkalash uchun. Tushunarli do'stlar, mana besprovodniy zaryadchik joylari ham bor emas.
bor emas tepa. Xo'p, do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, bespроводной zaryadchiklar ham bor, bir emas, ikkita. Bu Abdul bilan mashinani telefonni qizitib yubormaydi. Ya'ni sotib turadiganlari ham bor ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda rejim vajdenalarimiz joylashgan. EcoSport komfortga o'tkazishligi mumkin va elektr rejim bilan o'sha gibrid rejimi. Shunday, xullas hamma tomoni knopka bo'lib ketgan. Mana bu material ham как под деревья, lekin plastik a? Ha, plastik. Yog'och endi juda qimmat bo'lib ketadi agar yog'och ishlatsa. Xo'p, bu yoqda xolodilnikimiz bormi? Bor, xolodilnik, obogrev, hammasi bor. Isitish, sovutish hamma narsasi bor ekan. Bizga o'zbek xalqiga yoqadigan katta panorama mana oxirigacha ochiladi bu. Ketdi bu yog'i. Katta lyuklarimiz ham pastda yarmigacha ochilyapti. Ochib qo'yishsa, kechqurun salon ancha yorug' bo'lib turadi. Xo'p, oldi ko'rinishlari mana katta konsol bar, sidinalarimiz poli elektronniy va sidina pamitlarga ham ega. Bular sidinalarda o'sha Abduf obogrev, pamit sidina, даже massajlarigacha ham bor. Даже massajlar ham. Gap yo'q. Do'stlar, salon qismiga baho beramiz albatta, juda ham chiroyli chiqaribdi ekan oldingiga qaraganda. Mana bu yerlar polni mягкий, под дерево qilingan, yog'och bo'lmasa ham juda ham yog'ochga o'xshatib chiroyli chiqargan. Bu yerda mana kattagina bardachoklari ham bor ekan. Xo'p, pastida ham mana joylar bor, narsalaringizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni zaryadchik biron narsa, lishli narsalar qo'yib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, aziz yurtdoshlar, mana qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tdik. Tashqi ko'rinish xarakteristikasi, kamchilik xatolar bo'lsa albatta uzr so'rab qolamiz. Xo'p, Bekzod aka, eng kulminatsion nuqtasiga keldik. Narxi Rassrochkalarga beramiz. Narxi 430 millionga 450 million ikkita pozitsiyada bo'ladi. O'sha rassrochkamiz har doimgidek 30% dan boshlanadi. 1 yildan 3 yilgacha. 1 yildan 3 yilgacha. Da. Bo'lmasa ham imtiyozli kreditlarimiz bor. Bosh to'lovi kam, foizlari kam. U variantda olishingiz mumkin. Bunaqa variantlar ham bor. Xo'p, xohlasangiz mana narx, rassrochka, avtokredit xohlagan turda olsak bo'ladi. Albatta rassrochka menimcha qulay deb o'ylayman do'stlar. Endi bu mashinani oladigan akalarni shitir sanab olib ketishadi, ochim. Endi meni fikrim. Xo'p, Bekzod aka, menga bu mashinada yoqqan tarafi birinchi o'rinda albatta ekonomichniligi, bor yo'g'i 4,5 litr rasxod ekan. Bu do'stlar nereal shunday katta avtomobilga 7 kishilik, ya'ni oilaviga juda ham zo'r degani. Albatta o'z fikrlarimizni bildiramiz, kommentarda yozib qoldiramiz. Shu qanaqa mashina olsam ekan deb yurgan akalarimiz, ya'ni 7 kishilik mashina olamiz deb yurgan akalarimizga videoni maksimal tarqatamiz. Layklar esdan chiqmasin do'stlar. To'liq ma'lumotlar uchun pastda nomerlar qoldiraman. Albatta aloqaga chiqib bemalol ma'lumotlarni olsak bo'ladi. Xo'p, hammaga nasib qilsin deb qolamiz. Layklarni bosib qo'ying, chiroyli kommentariyalaringizni ham kutib qolamiz. Bekzod aka, sizga kattakon rahmat. Qo'ldan kelgancha mana ma'lumotlar berdik. Mijozlar kelsa, подписчиклар kelsa chiroyli qilib beraverasiz. Обязательно. Madarka bormi? Ro'za ayyomi keldi. Albatta, kelishsin, gaplashamiz, grafik, test drive'lardan keyin bitta o'tirib choy ichishda. Chiroyli bo'ladi ya, bonuslari bilan. Gap yo'q do'stlar, xudo xolasa yaxshi niyat qilib qo'ying, hammaga nasib qilsin. Mana shu Ro'za ulug' oy kelyapti, chin dildan niyat qiling. Allohga olsin, bitta berib yuborar Xudoyim. Sog'likda ko'rishguncha do'stlar, layklar esdan chiqmasin. Kelaveramiz.